Rossiyadan, rus firmadan ofitsial ish so'raganmidinglar? Mana sizlarga 300 ta odam uchun ishni zo'rini ruskiy firmadan topib qo'ydim, puliga aldamaydi. Glani esa посредник yo'q jigarlar. Videoga bitta like bosib, 300 ta odam ertan o'zida ishli bo'lish uchun maksimalni videoni Telegram, WhatsApp gruppaga va Moskva yoki Moskovskiy oblastda ish qidirib yurgan opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga srochni yuborib qo'yinglar. Inshaalloh Xudo xolasa biz musofirlarning hammasini ishlik qilamiz. Demak, ishimiz qayerda nima ish? Video davomida hozir to'liq bilib olasizlar. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, трудовой договор, uydimlini, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonchli. Avvalambor assalomu alaykum, Suhurda Musafir kanalini kuzatib borgan obunachamiz. Hammalarga xayrli kech. Jigarlar, masalaga onasi o'pmagan ishi zo'rin topib qo'ydim. Demak, ikkita katta skalatimiz. Ba'zida birinchi skalat yoqishi mumkin, balki ikkinchi skalat yoqishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan ikkala skalatni oxirgacha video davomida aytib o'taman, oxirgacha ko'ring. Demak, birinchisi sportchik zakaz, ya'ni kompyuter kerak, tezda yordamida ishlanadi. Yandex, Moskovskiy oblast, Sofinoda Yandex Market skalati. Mana shu Yandex Market skalatiga bizga hozirgi kunda kompyuter kerak, tovar yig'ish kerak tezda yordamida. Demak, bu yerda kompaniya sizga yotoq joy beradi, tekin registratsiya qilib beradi, tekin borib kelish, obed, forma, trudogor, uydimlini mutlaqo tekin qilib beradi. Oyliga bir oyda 2 marta, har hafta 4000 rubldan avans. Erkaklar ham, ayollar ham 18 yoshdan 45 yoshgacha hammani ishga qabul qiladi. Demak, usloviyalari qanday deydigan bo'lsanglar, bu yerda birinchi kuni mana bu stajirovka bo'ladi, lekin u bepul bo'ladi. Lekin ikkinchi, uchinchi kuni ish o'rganish stajirovka pulli bo'ladi 3900 rubldan. Ya'ni ikkinchi va uchinchi kuningiz pulli, birinchi kuningiz bepul bo'ladi. Ha endi 4-kundan bo'lsa, siz o'sha сдельный объемga chiqib ketasiz. 100% norma 5000 rubl. Ha endi normadan oshirsamchi deydigan bo'lsanglar, albatta bu yerda normadan ancha o'tadigan bolalar bor. 5000 dan 8000 rublgacha bemalol ishlab topishyapti. Bunga albatta siz ham erishishingiz mumkin. Xo'p, bu yerga albatta Moskva yoki Moskovskiy oblast patenti bor aka-opa singillarimizlar, pastdagi nomer, ruskiy nomer, o'shanga telefon qilib Telegram, WhatsApp promodan aloqaga chiqsanglar bo'ladi va mana men aytgan gaplarni isboti bilan o'sha joydan, o'sha insondan so'rab olsanglar bo'ladi. Jigarlar, mana bu peripeska haqiqiy o'sha ish beruvchining o'zidan hech qanaqa посредник emas. Demak, bu birinchi Yandex o'sha Yandex Sofinodagi skalatimiz edi. Endi ikkinchisi qanday deydigan bo'lsanglar, xo'p, ikkinchisi ham xuddi o'sha joyda Sofinoda joylashgan, faqat Lamoda skalati. Hop, bu yerda komplettoshik hamda grushchik vakansiyasi bor. Oddiygina grushchikka 4300 rubl to'laydi. Smenasi bez объем 4300 qayerda grushchikka to'laydi? Hech qayerda. Mana jigarlar. Hop, bu yerga asnonoy erkaklar talab qilinadi, ya'ni Sofinoda grushchiklar endi faqat erkaklar amalga qiladi xolos. Ya'ni o'sha korobkalarni sabirat qilib, to'plab berib, xullas shunaqa skalatdagi o'sha paletlarni yig'asiz, korobkalarni yig'asiz, xullas guruchli vakansiyasi. Hamma buni eplaydi. Bemalol telefon qiling, hozirroq bog'laning. Endi ikkinchi vakansiyamiz komplettosh vakansiyasi. Komplettosh vakansiyasi bu 5600 rubldan boshlaydi, to 7000-8000 rublgacha kuniga oladi. Chunki ishi объемga. Ishga chiqqan kuningiz oylik yoziladi. Bu yerda ham komplettoshik va grushchikka yotoq joy beriladi, registratsiya qilib beriladi, borib kelish, forma, trudogor, uydimlini va bir mahal obed kompaniya hisobidan mutlaqo tekinga beriladi ishxonaning o'zida. Endi bu yerga ham 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar ishga taklif etiladi. Moskva yoki Moskovskiy oblast patenti borlar. Dokument yo'qlar, iloji yo'q, qabul qilinmaydi. Faqat iltimos dokumenti borlar, telefon qilinglar. Ish haqida yana to'liq ma'lumotlarni pastdagi raqamlardan olasizlar. Mana sizlarga ruskiy firma ishonchli ishni zo'ridan topib qo'ydim. Kim xohlasa Lamodaga borsin, kim xohlasa Yandexga borsin. Ikkalasi ham bir xil o'sha Sofinoda joylashgan, bu Moskovskiy oblastga qaraydi. Moskva yoki oblast patent qizig'i yo'q, hammani ishga qabul qilaveradi. Erkak, ayollar, mana sizlarga ishi zo'ra jigarlar. Hoziroq bog'laning va o'zingiz uchun ajratilgan joylarni band qiling. Bizdan uzoqlashmang, kanalga obuna bo'ling. Bunaqa yangi ishlarni zo'rini biz chiqarishda davom etamiz.